Tasodif. Birinchi qism. Tasodiflar yo'q bu dunyoda. Uchrashmadik ikkimiz bekor. Allohimning rejalarida biz anglamas buyuk hikmat bor. Sen qayda-yu men qayda edim. Go'yo quyosh, go'yo oy ayro. Agar Xudo xohlamaganda bo'larmiding qarshimda paydo. Kimsiz? Mohidil qarshisidagi qizga tanimayroq qaradi. Biz tanishmizmi? Yo'q. Qiz uni masxara qilgandek kulimsiradi. Men-ku sizni taniyman, lekin siz meni tanimasangiz kerak. Tushunmadim. Mohidil hali ham hech nimaga tushunmasdan hayron edi. Tohir akam aytgandi. Tohir akam? Tohir ismini eshitishi bilan sergak tortdi. Qaysi Tohir akangiz? Nima dedi? Savol berishga berdi-yu, negadir javobini eshitishdan qo'rqdi. O'sha siz va men bilgan Tohir akam, Tohir Nodirov. Menimcha u insonni yaxshi tanisangiz kerak. Axir salkam 5 yil sevishganlar bo'lgansizlar. Mohidil qizga o'zgacha nigoh bilan boqdi. Chunki qiz to'g'ri aytayapti. Chindan ham Tohir bilan 5 yildan beri birga. Lekin bu qiz kim va nega tinmay Tohir akam deyapti? Mohidilni hozir shu savol qiynamoqda. Mayli-kuya, lekin siz kimsiz? Mohidil iloji boricha bosiqlik bilan so'radi. Ismim Sarvinoz. Kimligimni esa Tohir akamdan so'rarsiz. O'qishimgacha kelibsiz. Endi bu yog'iga ham hammasini ayting. Tohir akamni hurmati bor. Ularga ham aytishga so'z qolishi kerak-ku. Sarvinoz jilmayib qo'ydi-da, ko'rishguncha derdim-u, ko'rishmaganimiz ma'qul. Chunki keyingi uchrashuvimiz sizga yomon ta'sir qilishi mumkin. Dedi-yu o'rnidan turib, nozli va mayda qadamlar bilan yurgancha chiqib ketdi. Mohidilni esa bir savol qiynay boshladi. Bu qiz kim va Tohir akam bilan qanday aloqasi bor? Mohidil tezda telefonini olib, tanish raqamlarni terdi. Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqarida. Har doimgi tanish ovoz eshitildi. Oxirgi paytlarda Tohirning raqami ko'p mana shunday bo'lib qolmoqda. Mohidil so'rasa bahonasi tayyor. Ishda edim. Yana shu ahvol. Bir necha marta qo'ng'iroq qilib ham faqat o'sha javobni olgan Mohidil hafsalasizgina o'rnidan turar ekan. Ish qilib ularning orasida men o'ylagandek munosabat bo'lmasin-da, deb qo'ydi. Uylanib bo'libsan o'sha Mohidilingga. Sarvinoz taksida ketar ekan, asabiylashgancha o'ziga o'zi gapirib ketardi. Meni Sarvinoz deb qo'yibdilar. Ushlagan joyimni uzib olmasdan qo'ymayman. Nima, meni o'yinchoq qilib shunchaki tashlab ketaman deb o'ylaganmiding? Bekorlarni aytibsan. Uylansang faqat menga uylanasan. Bo'lmasa bir umr toq o'tasan. Lekin ikki dunyoda ham o'sha Mohidilingga uylanishingga yo'l qo'ymayman. O'sha Mohidiling zarracha bo'lsa ham o'z qadrini bilsa, men haqimda bilganidan keyin yoningda qolmaydi. Ha, Tohir akasi, qolmaydi. Keyin menga uylanishga majbur bo'lasan. Mendan osongina qutula olmaysan. Mendan qutulishni o'sha kuni kvartirangga olib bormasdan oldin o'ylash kerak edi. Hamma yuklar ortildimi? Tohir ish boshqaruvchi Karim aka uzatgan hujjatlarni ko'zdan kechirar ekan. Mijozlarimiz hech qanday shikoyat qilmasliklari kerak. Yuklar vaqtida do'kon va supermarketlarga yetkazib berilsin. Xo'p bo'ladi, Tohir Nodirov. Karim aka, iltimos ohangida dedi. Rasmiyatchilik shart emas. Axir siz rahmatli dadamning do'stisiz. O'z o'g'lingizdek ko'ring. Hamma narsani o'z o'rni bor, Tohir Nodirov. Bu yer ishxona va siz bu yerda boshliqsiz. Qonun qoida esa hamma uchun. Karim aka. Shu payt Tohirning telefoni jiringlab qoldi. Ming bor uzr. Ekrandagi yozuvni ko'rishi bilan yuziga tabassum yugurgan Tohir o'rnidan turarkan, labbay mehribonim. Mohidil darslar tugaguncha cho'g' ustida o'tirgandek bo'ldi. Darslarning hech biri qulog'iga kirmadi. Miyasida birgina savol. Sarvinoz kim va Tohir akam bilan qanday aloqasi bor? Mohi, bo'yidan buyon dugonasini chaqirayotgan Gunafsha uni turtdi. Dars tugadi, ketamizmi? Ha, ketamiz.
Mohidil o'rnidan turib, narsalarini yig'a boshladi. Mohi, ahvoling yaxshimi? Gunafsha dugonasining ahvoliga tushunmasdan so'radi. Nimadir bo'ldimi? Yo'q, yaxshiman. Ketdikmi? Jilmayishga urindi. Ketdik. Gunafsha uni siquvga olishni istamadi. Chunki 3 yillik kursdoshi, dugonasini juda yaxshi biladi. O'zi yorilishni istamasa, ming majburlaganing bilan ham befoyda. Baribir gapirmaydi. Yaxshisi jim kutgani ma'qul. Biror joyga ovqatlangani boraylik. Yo'lda ketishar ekan, Gunafsha soatiga qarab qo'ygancha gapirdi. Yaxshisi kvartiraga borib, o'zimiz bu narsa tayyorlab yeya qolaylik. Mohidil xayollari turli tomonda kezib yurganiga qaramasdan, iloji boricha dugonasini eshitishga harakat qilib kelardi. Yaxshi. Gunafsha yana bir bor dugonasiga boshdan oyoq qarab qo'ydi. Demak, aniq nimadir bo'lgan, xayolidan o'tkazdi. Shu bilan qizlar kvartirasigacha jim kelishdi. Shu yerda bu ikki dugonani tanishtirsak. Mohidil xorazmlik, yoshi 23 da. Gunafsha navoiylik. Bu qiz yoshi 26 da. Turmushga chiqqan, lekin turmushi o'xshamagan. Shundan keyin qayta turmushga chiqish haqida o'ylashni ham istamay o'qishga topshirgan. Hozirda boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi. Mohidilning eng yaqin dugonasi, opasi, sirdoshi. Tohir ishlarini yakunlab chiqar ekan, telefonni xabar kelganini bildirib, jarang socha boshladi. Xabarlar ham bitta emas, naq 15 ta xabar. Tohir xabarlarga ko'z yugurtirib chiqdi. Shu qiz yomonam jonimga tegib ketdi. Unga meni tinch qo'y deb qanday aytsam ekan-a? Nima desam ham meni tinch qo'ymaydi. Axir meni sevganim bor. Bu qiz esa xirapashshadek yopishib olgan. Qancha qo'rs muomala qilsam ham o'zidan bilib uzoqlashmaydi. Qiz bolada ozgina ibo hayo, g'urur bo'lishi kerak emasmi? Itga ket desang tushunadi. Bu qiz o'sha itchalik ham emas. O'ziga o'zi gapirgancha telefonini parvoz rejimiga tashladi-yu, mashinasiga o'tirib gazni bosdi. Shu ketishda to'g'ri klubga bordi. Bugun do'sti Abbosning tug'ilgan kuni. Tug'ilgan kunni bir necha do'stlari bilan klubda o'tkazishga qaror qilgan Abbos hamma narsani taxt qilib qo'ygan. Tohirdan boshqa hammasi allaqachon shu yerda. Tohir kelgunicha qadahlar bir necha marta to'ldirilib bo'shatilishga ham ulgurilgandi. Kimlarni ko'ryapmiz? Hammadan oldin ichishni boshlagan Mirkarim degan sinfdoshi Tohirni ko'rishi bilan iljaygancha o'rnidan turib, u bilan quchoq ochib ko'rishdi. Sizni ham ko'radigan kun bor ekan-ku, Tohirboy. Yaxshimisan? Tohir u bilan istamaygina so'rashdi. Tohirning bu qilgani Mirkarimning nafsoniyatiga tegdimi yoki ichib olgani uchunmi? Ha, endi biz sizning tengingiz emasmiz-da, Tohirboy. Mirkarim, kerakmas. Sinfdoshlardan bittasi gapga aralashdi. Tug'ilgan kunni ham rasvo qilma, iltimos. Nima? Mirkarim yuzini burishtirgancha sinfdoshiga qaradi. Hali men rasvoga chiqdimmi? O'zi shunaqasizlar. Bir so'm ko'p pul topib, bosar tusaringizni bilmay qolgansizlar. Sizlardan kam topsam ham halol ishlayapman. Sizlarning topgan tutganingizni barchasi harom. Bu ham yetmagandek, Tohirga masxara qilgandek qaradi. Topganlaringiz ko'cha ayollaridan ortmaydi. Men bilan ko'rishgani or qilarmish. Qaytanga men sizlardan or qilishim kerak. Hammangiz haromxo'r, nas bosgansizlar. Bo'ldi, bugundan sizlar bilan ulfat bo'lgan it bo'lsin. Mirkarim jahl bilan gapirib chiqib ketdi. Haliyam ishongim kelmayapti. Gulyuz qo'lidagi bejirim uzukka ko'zlari porlagancha qaradi. Nahotki biz unashtirildik. Yahyo esa uning qiliqlariga kulgancha qarab o'tirardi. Nega kulasiz? Gulyuz boyadan buyon o'zidan ko'z uzmayotgan yigitga araz qilgandek gapirdi. Seni ko'rsam, nafaqat yuzim, balki qalbim tabassum qiladi-ku. Mehr bilan qizning peshonasidan o'pib qo'ydi. Shu kunlarga yetkazganiga shukr. Ming bora shukr. Gulyuz Yahyoning yoniga o'tirib yelkasiga boshini qo'ydi. Nihoyat 3 yillik sevgimiz nikoh rishtalari ila mustahkamlandi. Bu go'zal sabrimiz mevasi.
Yahyo Gulyuzning qo'llaridan ushlagancha shirin orzularga berilgan lahzalarini o'ylab birdam jim qoldi. Gulyuz ham xuddi uningdek o'sha shirin orzular og'ushiga singib ketgandi go'yo. Davron, sen esingni yeb qo'yibsan. Qaysi aqling bilan bu ishni qilmoqchisan? Yunus asabiylashgancha o'rnidan turib ketdi. Axir Yahyo nafaqat do'sting, balki qoni bir jigaring, bittagina amakingni o'g'li bo'ladi. Sen qanday qilib o'z qondoshingga buni ravo ko'rmoqchisan? Buncha qari cholga o'xshab ming'irlamasang. Davron Yunusni jerkib berdi. Nima qilishni o'zim bilaman. Nima endi amakimni o'g'li ekan deb jim o'tirishim kerakmi? Bekorlarni aytibsan. Uning qo'lida nima bo'lsa, hammasini tortib olaman. Hatto o'sha suyuklisini ham. Sen qachon bunchalar tubanlikka yuz tutding? Yunus uni ilk marta ko'rib turgandek hayrat bilan boqdi. Yo'q, sen men bilgan Davron emassan. Sen o'z nafsiga qul bo'lgan, faqat o'zini o'ylaydigan xudbinga aylanib bo'lgansan. Buni tushunib yetganingdan xursandman. Davron uni masxara qilgandek kulib qo'ydi. Endi esa ketishing mumkin. Eshik tomonga ishora qildi-yu, o'zi esa unga orqa o'girib o'tirgancha o'zgacha zavq bilan qahva icha boshladi. Yunus unga yana bir nimalar deyish uchun og'iz juftladi-yu, lekin bu fikridan qaytib chiqib ketdi. Meni Davron Javlon o'g'li deb qo'yishibdi. Davron mag'rur va kibr to'la nigohlari bilan Yunus chiqib ketgan eshik tomonga qaradi. Nimani istasam, shunga erishib kelganman. Ushlagan narsamni uzib olmasdan qo'ymayman. Mening bitta qoidam bor. Meniki bo'lmadimi, demak, boshqaniki ham bo'lmaydi. Qizingni o'qishi bu yil tugaydimi? Bahrom aka uyga kirishi bilan shu savolni berdi. Yo'q, hali bir yili bor. Tinchlikmi? Charos opa hayron bo'lgancha javob berdi. Ha, tinchlik, shunchaki bugun do'stim va hamkorim Javlon ajoyib taklif bildirib qoldi. Shunga so'rayapman-da. Kostyumini yechib ayoliga uzatdi. O'ylab ko'rishga arziydigan taklif. Ish qilib rozilik berib qo'ymadingizmi? Azaldan erining shu hamkori va oilasini yoqtirmaydigan Charos opa biroz xavotir bilan so'radi. Hozircha yo'q. Ayolim va qizim bilan maslahatlashay, keyin aytaman javobimni dedim. Xudoga shukr. Yengil tin oldi. Menga qolsa bu bo'ladigan ish emas, lekin qizingiz nima derkin, buni bilmayman. Charos opa gapirishga gapirdi-yu, ish qilib qizim yo'q degan javobni bersin-da deb o'ylab qo'ydi. Men qizimga ishonaman, u dadasining gapini ikki qilmaydi. Bahrom aka o'zgacha ishtiyoq bilan gapirar ekan, do'sti Javlon bilan quda bo'lish istagi yo'q emasligini ham yashirib o'tirmadi. Dadasi, Charos opa erining yoniga o'tirib sekin gap boshladi. To'g'ri, do'stingiz ayni paytda Xorazmda yashayapti, lekin kelib chiqishi boshqa viloyatdan. Bir kun kelib o'z viloyatiga ketib qolsa, keyin qizimizni qanday ko'ramiz? Axir birgina qizimiz, iloji bo'lsa, uni kelib chiqishi xorazmlik bo'lgan yigitga bersak, ko'zimizni oldida yursa deyman-da. Onasi-ya, Bahrom aka kulib qo'ydi. Javlonning oilasi juda yaxshi oila. Ayoli naq tilla ayol. O'g'li Davronga-ku umuman gap bo'lishi mumkin emas. Judayam malades yigit. Qo'yvor meni. Chiqib ketayotgan Mirkarimning ortidan otilgan Tohirni sinfdoshlar do'stlaridan bittasi ushlab qoldi. Tohir, o'zingni bos. Yigitlar unga joy ko'rsatishdi. Uni bilasan-ku, hozir ishlari o'xshamay qolgan. Shunga alamini bizdan olmoqchi bo'ldi-da. Nima, uni ishi yurishmadi deb bizga har xil gaplar qilib boshimizdan mag'zava ag'darsa ham jim yurishimiz kerakmi? Tohir sira o'zini qo'lga ololmasdi. Negaki Mirkarimning ko'cha ayollari degan gapi aynan unga aytilgan bo'lib, nishonga aniq tekkan edi. Tohir ham Mirkarim aynan uni nazarda tutib aytganini juda yaxshi bilar, chunki do'stlarining ichida faqat ugina topganing katta qismini ko'cha ayollariga sarflardi. Do'stlari vaqtida esini yig'ib olishi kerakligini aytishsa, bo'ydoqchilik, yigitchilik deb qo'ya qolardi. Bu deyman, Mirkarimning ba'zi gaplari Tohirboyga qattiqroq tegib o'tibdimi? Sinfdoshi Ergash beo'xshov irjaygancha gap tashladi. Ergash, endi sen boshlama. Yonidagi sinfdoshi sekin turtib qo'ydi.
Endi qozonda bori cho'mishga chiqadi-da. Ergash oldidagi qadahni to'ldirar ekan. Ha, mayli, yigitchilikda nimalar bo'lmaydi deysizlar. Uni buni qo'yaylik-da, tug'ilgan kunni davom qildiraylik. Abbos do'stim, jigarim. Ergash o'rnidan turib, tabrik so'zi ayta boshladi. Umring uzoq, rizqing mo'l bo'lsin. Olginu oldirmagin. Doimo mana shunday olg'ir va chaqqon bo'lib yurgin. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Qani oldik. Shunday degancha qadahni bir ko'tarishda bo'shatdi. Qolganlar ham uni gapini ma'qullab, birin-ketin qadahlarni bo'shatishdi. Tohir do'stlarining gapidan keyin biroz hovuridan tushgandek bo'ldi. Lekin ich-ichidan Mirkarimdan qanday bo'lmasin alamini olishni o'ylardi. Mohi, Bunafsha qo'lidagi ovqatni stol ustiga qo'ydi. Balki ovqatlanib olarsan. Tushlik paytida ham hech nima yemading. Yegim yo'q. Mohidil kursdoshi olib kelgan ovqatga qarashni ham istamadi. Mohi, Bunafsha uning yoniga o'tirarkan, balki menga nima bo'layotganini aytarsan yoki Tohir bilan urushib qoldinglarmi? Qayoqda? Mohidil xo'rsinib qo'yarkan. Bir oydan beri tuzuk gaplashmayapmiz-ku, urushgani vaqt qayda? Shunga kayfiyating yo'qmidi hali? Bunafsha kulib qo'ygancha o'rnidan turdi. Uni sog'inyapman degan. Shunaqaroq. Mohidil hozircha Sarvinoz haqida gapirishni istamadi. Bu haqida avval Tohir bilan gaplashib olgani ma'qul. Keyin aytsa ham bo'ladi. Tushunarli. Bunafsha biroz xo'rsinib qo'yarkan. Sog'inchni davosi yo'q. Unga malham yagona, u ham bo'lsa sog'ingan insoningni shirin diydori. Ammo bu shirin diydorga yetish hammaga ham nasib qilavermaydi. Ba'zan sog'inganlarimiz bir umrlik armonimizga ham aylanib qoladi. Opa, Mohidil o'zi bilmagan holda Gunafshaning o'tmishini, otasining ra'yiga qarshi bora olmaganidan bir umrlik armoniga aylangan sevgisini eslatib yuborganidan xijolat bo'ldi. Mohidil kelib Gunafshani quchoqlab oldi. Meni kechiring. O'zingni ayblama. Gunafsha siniqqina jilmaydi. Vaqtida ovqatingni yeb ol, meni darslarim bor. Gunafsha o'ziz ham ezilib o'tirgan qizni boshqa ezishni istamay, o'z xayollari bilan yolg'iz qolishni istab chiqib ketdi. Oshxonaga kirib ko'z yoshlariga erk bergancha o'tmishning shirin xotiralariga g'arq bo'ldi. Bu gullar senga. Yigit o'zi tergan tog' gullaridan chiroyli guldasta yasab qizga uzatdi. Buncha chiroyli? Gunafsha ko'zlari baxtdan porlagancha guldastani olib bag'riga bosib hidladi. Gunafsha, yigit uning yoniga o'tirdi. Sen o'zgachasan. Ya'ni, tushunmasdan qaradi. Senda o'zgacha beg'uborlik, soddalik va samimiylik bor. Men shu paytgacha bu narsalarni hech bir qizda ko'rmaganman. Men tanigan qizlar qandaydir soxta edi. Go'zalligi ham sun'iy. Yo'g'e? Gunafsha biroz hayron, biroz xafa bo'lgancha. Bu deyman anchagina qizni taniysiz shekilli. Endi o'qish, ish yuzasidan degandek, darrov boshqa xayollarga bormagin. Yigit uning burnidan chimdib qo'ydi. Ular sening tirnog'ingni uchiga ham arzimaydi. Xuddi meni yaxshi biladigandek gapirasiz-a? Qiz uyalib kuldi. Seni bilish uchun ko'zlaringga bir boqishni o'zi kifoya. Yigit uning yuziga termulib turgach, sochlarini avaylab qulog'ining ortiga o'tkazib qo'ydi. Shu bahona yuziga yanayam yaqin keldi. Haligi Gunafsha bir narsa esiga tushib ketgandek o'rnidan turib ketdi. Men bu yerga bir gapni aytgani kelgandim aslida. Qulog'im senda. Yigit o'rnidan turmasdan qizga termulib o'tirishda davom etdi. Bilasiz, bu yer qishloq joy. Qishloqda qizlarning bo'yi yetdimi darrov sovchi kela boshlaydi. Biznikiga ham. Tushundim. Yigit kulib qo'ygancha o'rnidan turar ekan. Ota-onam 2 kundan keyin kelishadi. Kelishlari bilan qo'lingni so'rab borishadi. Nasib qilsa shu yaqin 2 oy ichida to'y qilamiz. Ana undan keyin xonim. Yigit uning yoniga yaqinlasharkan. Har tongni men bilan qarshi olasiz. Menga mehr bilan shirin-shirin taomlar tayyorlab berasiz. Eng muhimi 3 ta qiz tug'ib berishingiz kerak. O'g'ilchi? Gunafsha hayron bo'lgancha so'radi. Oldin menga 3 ta qiz. O'zingizga nechta o'g'il kerak bo'lsa, ana undan keyin tug'ib olaverasiz-da. Qosh uchirib qo'ydi.
Gunafsha nima deyishni bilmasdan uyalib yerga qarab oldi. Ikki qalb sevgidan mast bo'lib, shirin orzular ila osmonlarda parvoz etishardi go'yo. Ammo bilishmasdiki, hayot hamisha biz o'ylagandek bo'lavermasligini. Negaki, sevgi hayotimizga, qalbimizga kirar ekan, bizga hech nima va'da qilmaydi. Shunchaki kirib keladi-yu, ba'zan qon yig'latib chiqib ketadi. Undan keyin bizning ahvolimiz ne kechishi bilan ishi yo'q. Chunki uning hayotimizdagi roli shu yergacha. Biz bilan ishi tugagach, o'zi uchun yangi qurbonlarni izlab ketadi. 3 kundan so'ng. Meni kelgindiga beradigan qizim yo'q. Vohid aka jahl bilan stolga bir urdi. Men kimga desam, o'shanga tegadi. Jon dadasi, Omina opa yalingandek gapirdi. Bir marta, atigi bir marta bizni ham eshiting. O'zi hammasiga sen aybdorsan. Qizingni og'ziga holva solib, o'sha kelgindiga tegasan deb aynitgan ham sensan. Qadimgilar baliq boshidan ayniydi deb to'g'ri aytishgan. Qizimizni ham sen buzib bo'lding. Vohid aka ayoliga g'azab bilan o'shqirib berdi. Gap tamom. Gunafsha ertagayoq Xomid qassobning o'g'liga unashtiriladi. Dadasining so'zlarini xonasida ko'z yoshlarga g'arq bo'lgancha eshitib o'tirgan qizning boshiga dunyolar quladi. Vohid aka aytganini qildi. Ertasi kuni kechki payt sinfdoshi va ulfati Xomid qassob bilan qudachilik rishtalarini bog'lash uchun 2 yoshni unashtirib qo'yishdi. Endigina 18 yoshga to'lgan Gunafshaning hayoti dadasining qarori bilan o'zgarib ketdi. Suyuklisining sovchilari o'sha kuni haydalgandan battar bo'lib ketishgandan keyin qorasini ham ko'rsatishmadi. Aksiga olib yigitdan ham darak bo'lmadi. Kechagina baxt va shirin orzular osmonida parvoz qilayotgan qizning qanotlari qirqildi. Meni sevadi, men uchun kurashadi deb ishonganidan hech ham darak bo'lmadi. Unashtiruvdan keyin to'y ham tezlashib ketdi. Har ikkala uyda ham to'yga tayyorgarlik avjida. Omina opa har kuni bozorga qatnaydi. Bir qarasa unisi kam, bir qarasa bunisi kam. Erining Vohid rais degan nomi bor. To'y ham, sarpo-suruq ham shunga yarasha bo'lish kerak. Axir rais hamma narsada o'rnak bo'lish kerak. Bu albatta Vohid akaning fikrlashi. Qizim, unashtiruvdan beri xonasidan chiqmayotgan Gunafshaning oldiga kirgan Omina opa qizining ahvolini ko'rib, ko'ziga yosh keldi. Yuz ko'zi doimo kulib turadigan qizi guldek so'lg'in ahvolda edi. Qani edi iloji bo'lsa-yu qiziga yordam bera olsa, ammo iloji ham, imkoni ham yo'q. Qishloq joy, sal qiyshiq yurib qo'ysa ham darrov gap bo'ladi. Kuyov sen bilan uchrashgani kelibdi. Tomog'iga tiqilgan ko'z yoshini yutib, zo'rg'a gapirdi. Hozir Gunafsha istamaygina o'rnidan turdi. Uchrashmasa nima bo'lishini biladi. O'tgan gal ham kelganida chiqmagani uchun dadasi oyisini kaltaklagan. Yuzidagi, bo'ynidagi kaltak izlari hali ham turibdi. Bu safar ham oyisining kaltaklanishini istamagani uchun ham chiqdi. Assalomu alaykum. Darvozadan sal narida turgan yigitga qarab ham qo'ymasdan salom berdi. Va alaykum assalom. Kuyov bo'lmish Doston Gunafshaga yeb qo'ygudek suqlanib qaradi. Oyim aytganidan ham go'zal ekansiz. Yutinib qo'ydi. Bu gullar sizga. Qo'lidagi guldastani Gunafshaga uzatdi. Endi gulga gul berib bo'lmaydi-yu, lekin urf-odatimiz shunaqa ekanda. Gulni berayotib qizning qo'liga atayin teginib qo'ydi. Rahmat. Gunafsha gulni olar ekan atrofga qarab qo'ydi. Xuddiki kimdir ko'rib qolib, ertaga gap qilib yuboradigandek qo'rquv bor edi. Rahmatga hojat yo'q. Siz istasangiz har kuni mana shunday gullar sovg'a qilaman. Nafaqat gullar. Ko'nglingiz nimani istasa, shuni muhayyo qilmagan nomard, go'zalim. Irshaydi. Xo'p, Gunafsha tezroq suhbatga yakun yasashni istardi. Mayli, men kira qolay, tag'in kimdir ko'rib qolib. Mayli. Doston atrofga bir ko'z yugurtirib oldi-yu, bir qadamda qizga yaqin kelib, yuzdan o'pib qo'ydi. Yo'q demasangiz, sizni bugun tunda ko'cha boshidagi chinor tagida kutaman. Bunday bo'lishini kutmagan Gunafsha tezda uyiga kirib ketdi. Qani edi tezroq kun botib, tun kirsa-yu, bol lablaridan to'yib bo'sa olsam. Doston.
Allohga qaysi ishing xush keldi-yu, shunday go'zal jononni og'ushingga solib qo'ymoqda. Doston o'ziga o'zi gapirgancha irshayib, sal narida turgan mashinasi tarafga ketarkan, cho'ntagidan 4 buklangan qog'ozni olib, "Ha, bor ekan", dedi-yu, qayta joyiga solib qo'yib, mashinaga o'tirib, gazni bosdi. Hikoyaning davomi bor. Kanalimizga obuna bo'lib, layk bosib qo'yishni unutmang.